Bizani 3-chi sinfimizga kelyaptilar deb Maftuh bilan tez-tez pirojkiga narsalarni tayyorlab, xamirlarni qilib, retseptini birato'la o'rgatib ketmoqchimiz. Xudo xohlasa bu retsept hammaga ma'qul keladi, chunki o'zim ham qiynalardim. 300 gramm, buncha grammlarni o'lchashda qiynalardim. O'shaning uchun biza qoshiq yoki stakan shunaqa qilib o'lchab, sizlarga hammasini batafsil ko'rsatib o'tmoqchimiz. 3-sinfimiz Oyijonning onalari bo'ladi. Bekorga biz ularni 3-sin demaymiz. Har kelganlarida oshxonaga kirib olib, nima qiling, nimaga qarashvoring deb yuraverarlar. Hozir ham Asmo qizimga qarashib, kolyaskada uchirib yuribdilar. Hozir biz 3 choy qoshiq drojani solguncha mana buvijonni ko'rsataman. Buvijon judayam samimiy insonlar. Bu yoqda pirojkamizga 1 choy qoshiq shakar, 2 choy qoshiq tuz solamiz. Maftuh bilan oramiz 1 oy, u mendan 1 oy katta, lekin biz Maftuh Nasiy deb chaqiramiz, u ham bo'lsa yaqin bo'lish uchun. Hammani uyda topiladigan shunaqa oddiy stakanda 2 stakan 50 dan issiqroq sut solamiz. Grammida adashyapman, qilolmayapman, o'xshamayapti degan qizlar uchun maxsus video. Chunki o'zim ham grammli idishim bo'lmagan paytda juda adashardim. O'sha mashhur stakanimizda 50 dan issiqroq qaynagan suv solib, kichkina qoshiqda aralashtirib olamiz. Shu joyda estafetani Maftuhga topshirmoqchiman, chunki baribir chunchuv so'ysa ham qassob so'ysin. 5 minut turgan parramizani qopqog'ini ochib, yarim stakandan sal kamroq salatviy yog' solamiz. Oila a'zolarimizga kattakon rahmat, bizani podдержка qilib, bolalarimizga qarab, bizga ishonch bildirishgani uchun. Sizlar ham o'zingizlar bilan galma-galdan emas, baravar ish qilsanglar, podдержка, o'yin-kulgi hamma narsa ichida bo'ladi. Dildan suhbat. Bizning tushunchamiz shunaqa. Apparamizni Maftuh aralashtirayotganda sekin-sekin un solishni boshladim. Yetarlicha un solib, yaxshilab aralashtirib, qo'lga sal yopishmaydigan xamir bo'ladi. Yog' bilan shunaqa tekislab olib, qopqog'ini yopib, oshirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz toshib chiquvdi. Birinchi videomiz bo'lgani uchun olish esimizdan chiqib qolibdi. Taxtakachmi, patnismi yaxshilab yog'lab olib, xamir uzishga tayyorlab olamiz. Xamirni shunaqa tekislab olib, zuvalacha qilib, yong'oqdek qilib, birin-ketin joylab chiqaveramiz. Bu yoqda sekin-sekin qo'ygan xamirlarimiz oshib kelaveradi. Qolgan xamirni ertalab svejiy pishirib berishga olib qo'ydik. Bu yoqda Maftuh pirojkalarning ichiga nachinka solib qovurishni boshlagan ekan. Biza bir video olmaylik. Bu yoqda pyureli nachinkasini videoga olish esdan chiqib qolibdi-ku.